To'raqo'rg'onning markazida joylashgan Zarbazarni filialiga keldik. Zarbazar bitoy texnika savdolari bilan shug'ullanadi. Birinchi qismda biznesga sistema qanchalik muhimligi va aynan bitoy texnika savdosida sistemani nimalarga e'tibor berish kerakligi va keyingi qismida xalq mana shu narsalarni sotib olishda nimada aldanib qolmaslik kerakligi haqida ba'zi savollarni beraman. Operatsiyaga yurardim. O'zingiz bo'lmasangiz ishlamasmidi? Ishlamasmidi, yo'q. Qancha mana shu bitoy texnika bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, nasiyaga o'rgatib tashlayapti. Paypog'ini ham nasiyaga oladigan bo'lib ketyapti odamlar. To'g'ri. Komandamiz ichida krediti bor yoki qarzi borlar bilan lutchi ishlamayman, meni kompaniyamda ishlamay qo'yaversin. Nima niyat qilsa o'shanga yetyapti. Ya'ni siz 2030-yilda 30 ta filialim bo'ladi desangiz ham o'shanga yetasiz. Shunchaki tushumga qarab, shunchaki mana 100 so'mga oldim gaz plitani 150 so'mga sotdim, mana men endi foydadaman-da, baribir 100 ming dollar savdo qildim-ku deb o'ylash kerak emas. Kassadan o'zi olaveradi. Ba'zilari endi dehqonchalari va shu o'zi o'tiradi kassada. Sistema o'rnatgandan keyin yana nimalar o'zgarish bo'ldi va oldin qanaqa edi? O'zi mijoz kelsa, sotuvchilar o'zi talashadi. Nimaga? Sababi unga oylik kerak. Biz magazin ochib qo'ysak, hamma tovar bo'lsa, mijoz kelib olib ketaveradi. Muomala ham, servis ham yaxshi bo'lmagan. Chunki o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaganmiz. Noto'g'ri tovar tanlab qo'ygansiz. Yoki pulingiz skladda qolib ketib qolgan. 5% mijozingiz o'sha yoqqa qimmatini ola oladi. Qolgan 90%, 80% arzon hamma bor. Arzonni oladi. Bitoy texnika do'konlari birlashib yana ham bir katta kuch bo'lish uchun harakat qilyapmiz deyilgandi. 10 mingtadan ortiq prosmotr bo'lgandan keyin mana shu videomizni men tomonidan demak bitta 2,5 millionlik kodeks va 1,5 millionlik kodeks endi bitoy texnika Zarbazardan Azxon aka mana eng chiroyli kommentariyaga bitta palaxtlar kirmoshni. И bitta televizor va qolgan bir 5 kishiga blender, chopper sovg'a qilish niyatimiz bor. Buni tizerga ham qo'yish kerak buni. Hop, demak 5 ta chopper, bitta televizor, polavtomat kir mashina. Polavtomat kir mashina. Demak, maksimum yaqinlaringizga tarqatib, izohlarda yozib faol bo'lasiz. 10 mingtadan prosmotr oshgandan keyin mana shu sovg'alarni egasiga topshiramiz, vaucherni beramiz, olib ketasizlar. Mana biznes egasining o'zidan lavz bo'ldi. Assalomu alaykum. Kengash ko'rsatuvimizning navbatdagi soni Namangan shahrida. Namanganni To'raqo'rg'onida desak adashmagan bo'lamiz. To'raqo'rg'onning markazida joylashgan Zarbazarni filialiga keldik. Zarbazar bitoy texnika savdolari bilan shug'ullanadi. Tanishamiz, bu ko'rsatuvni oxirigacha ko'rganlar nima oladi? Biznesda rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi xatolarni qilmaslik kerak va shunga o'xshash biznes haqida ma'lumotlar olinadi. Bitoy texnika savdosida tizimni qurishda nimalarga e'tibor berish kerak kabi ma'lumotlarga ega bo'lasizlar deb o'ylayman. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abuljon, xush kelibsiz. Salomatmisizlar? Salomatsizlar. Xush kelasizlar. Azxon akam Zarbazar kompaniyasini asoschisi. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Chiroyli bir formatda mana shu syomka qilib, odamlarga manfaatli ma'lumotlarni ulashishni kutib qolamiz. Qisqacha o'zingiz haqingizda tanishtirib, keyin jarayonni ko'rsatishni boshlasak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Akbarov Azizxon, Zarbazar brendi asoschisiman. 2020-yilda Astrodil do'konlarga boshlaganmiz. O'sha o'qishga borib kelgandan keyin oldin do'konni kengaytirdik. Ya'ni 200 kvadrat, 300 kvadrat do'konni 1000 kvadratgacha kengaytirdik. Do'kon o'zini kengaytirdik. Xodimlarni tizimlashtirish, o'qitish bo'yicha. Keyin kengayib bo'lgandan keyin filial ochishni boshladik. Birinchi filial nariroqda edi, kichkinagina edi. Kichkina do'kon bo'lgan, 200 kvadrat do'kon bo'lgan. Hozir bu nechinchi filial bo'ldi? Bu 5-inchisi bo'lyapti. 5-filial. Zo'r. Aha. Xo'p, asosan nimadan boshlagansiz? Qanday kirib kelgansiz bu sohaga? Bu sohaga kirishdan avval o'zi zamon o'zgargan. Bunaqa mashinikalar ilgari To'raqo'rg'onda umuman bo'lmagan. Biz o'sha ko'proq Chorsuvdan, Namangandan olardik. Qarasak, o'zi bizda shu ehtiyoj katta ekan. Sekin-sekin kichkina do'kondan birinchi do'konimiz 60 kvadrat bo'lgan. 60 kvadratda boshlaganmiz. Keyin asta-sekin kengayib. Hozir komandada nechta xodim ishlayapti Azxon aka? 42 ta. 42 ta. Umumiy filial. Top menejerlar soni. Top menejerimiz 4 ta. 4 ta. Ya'ni ish boshqaruvchilar, filial rahbarlari, HR unaqa sanasak o'zi 8 ta bo'ladi. 8 tacha bo'ladi. Filial rahbarlari bilan qo'shib sanasa. Zo'r. Xo'p, o'smagan paytingizda, ya'ni kichik paytda necha yil ishlagansiz? Mana shuni o'ziga javob kerak birinchi. Ya'ni kichik o'sha 60 kvadrat joyda
Qancha vaqt ishlagansiz? 1 yil. 1 yil. 1 yil ishlaymiz. Xo'p, o'sishga asosan nimalar sabab bo'ldi? Nima uchun kengaytirishga to'g'ri keldi? O'sishga sabab og'riqlar paydo bo'ldi. Xodimlarni yaxshi o'qitib, o'rgatganingizdan keyin ketib qolishi, savdoni tushib ketib qolishi. Endi 60 kvadrat joyda o'zida bo'layotgan muammolar. Ha. Boshlanish. O'sha vaqt kelsa, ijaraga ham qiynab qoladigan holatlar bo'lib qolayotgan paytda keyin qarasak, o'qish kerak ekan. O'qish boshlagandan keyin o'ziga ishonch paydo bo'lar ekan odam. Ya'ni ish ko'zini biladi deydi-ku. O'sha o'qib ilmini olgandan keyin qo'rqmasdan yangi joyga olishni boshlaganmiz. Endi kattalashtirsa bo'lar ekan, uni qonun qoidasi bor ekan. Zo'r. Xo'p, asosan kengaytirishda nimalar sizga yordam berdi? Sekin bitta yurib gaplashsak ham bo'laveradi, menimcha, bu yog'i. Xo'p, kengaytirishimizga sabab birinchisi raqiblar. Ya'ni raqobatchi raqiblarimizni analiz qilish o'rganganimizdan keyin tez kengayib boryapti. Ha, ular tez kengayib boryapti va agar biz kichkina bo'lib qolib ketsa, bozorda chiqib ketish ehtimoli kattalash bordi. Mahsulotni ham qancha ko'p olsangiz, shuncha narxi arzon bo'lar ekan. O'shani hisobiga keyin ham asosiy daromad ko'payar ekan. Ish bilan ta'minlash, masalan 5 kishi 6 kishi ishlagan bo'lsak, hozir 40 kishi ishlayapmiz. Kichkinaroq paytda boshqarish osonroqmidi biznesni yoki hozir osonroq bo'lyaptimi? Umuman o'zim vaqt sarflashimdan hozir kam vaqt sarflayman. Kichikroq paytda o'zim har kuni ishlaydim, doim operatsiyaga yurardim. O'zingiz bo'lmasangiz ishlamasmidi? Ishlamasmidi, yo'q. Chunki asosiy ishni o'zimiz qilardik. Faqat siz borsangiz yaxshi ishlashadi, bo'lmasam yo'q. Shunaqa holatlarda. Nimalar qildingizki, bu narsalar o'zgardi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi degandek. Avvalambor hujjatlashtirish boshladik. Ish xodimi olsak, shuni olib qo'yardik. Endi sekin arizasini olib, buyrug'ini chiqarib, shartnoma bilan, shartnoma bilan tanishtirib, ota-onalar bilan suhbat qilib olib, kelishib olib, keyin ularni adaptatsiya qilib, o'sha xodimlarcha qo'yib yuborsak, o'rganib oladigan tushuncha bo'lgan boshida, keyin yo unda ustozga bog'lab turib, eskilardan ular maxsus o'qitilsa, u 6 oyda o'rgan narsasini 1 oyda o'rgansa bo'lar ekan. Hozir o'zingiz aralashmasangiz ham mana shu narsalar ishlayaptimi? Ya'ni ishga olish. Siz borlik paytingizdan yaxshiroq ishlayaptimi? Ha. Ya'ni oldin o'zingiz qatnashgan paytingiz bo'lardi, operatsiyonkadagi paytingiz. U paytdagidan savdo ham yaxshi. Zo'r. Xo'p, qarang, aynan bu bo'lmasa bunday qilaylik, videoni syomkamizning birinchi qismida asosan sistema qanchalik muhimligi haqida gaplashamiz. Men shu savollarni beraman. Va ko'rsatuvchilar, ya'ni ko'ruvchilarga ham mana shu tartibni aytib o'tmoqchiman. Birinchi qismda biznesga sistema qanchalik muhimligi va aynan bitovoy texnika savdosida sistemani nimalarga e'tibor berish kerakligi va keyingi qismida xalq mana shu narsalarni sotib olishda nimada aldanib qolmasligi kerakligi haqida ba'zi savollarni beraman. Xo'p, demak, bu sohada sistema deganda nimalarni tushuntirish kerak, ya'ni sodda shaklda nimalar tushuniladi? Ha, biz sohamizda sistema deganda avvalambor boshida tavakkal qilib qilgan bo'lsak, endi qonun qoidalar bilan, nizomlar bilan, kodekslar bilan qilish kerak ekan. Har bitta qilayotgan ishlari o'zini qoidasi bo'lsa, hamma bir xilda amal qilar ekan. Shu orqali kim qayerda nima ish qilayotganini bilib turar ekan. Bu bitta sistemaning bir qismi. Avtomatizatsiya ham o'rnatdingizmi? Hisob-kitob tizimi masalan. Adrenis dasturini o'rnatganmiz. Uni ham borgan sari mukammallashtirib boryapmiz. Отчетlar olishda, adres отчет, XYZ отчеtlari. Har bitta mahsulotni o'rnida kiritib, o'rnida kirib chiqimi qilib, hatto xodimlar qancha savdo qilgan ekipayi adresda chiqadigan bo'lsa, yana aytgandaqa bizga ish qolmas ekan. Zo'r. Demak, hisob-kitob tizimini qildingiz. Yana KPI haqida gapirdingiz. KPI ham bir tizim. Qanaqa KPIlar qo'ydingiz, nima natijalar bo'ldi? Bizda soatli qilib qo'yilgan, o'rtacha 260 soat limit beriladi bitta xodimga. 260 soatdan ko'p ishlaydigan bo'lsa 2x soat chiqadi, bu fiksiya hisoblanadi. O'rtacha bizda fiksiyani bog'langan. 1,5 million atrofida ishlash vaqtiga bog'langan. Fiksiya ham soatga bog'lab qo'yilgan. Undan tashqari keyin bularga reja beriladi. 400 bilan 500 bilan atrofida do'kon katta ishlarga qarab reja beriladi va o'sha rejani bajargandan keyin yana qo'shimcha 3,5 million bonus beriladi.
umumiy 5 million atrofida reja bajargan odamga berishga rejalashtirganmiz. Summaga. Bitta xodim shuncha summa topishi mumkin. Demak, natija qilsagina yaxshi topa oladi. Natija qilmasa yo'q. Agar rejani bajara olmasa, unda o'sha qanchadir 2 millionmi kam oladi. Kam olib chiqadi. Kam olishda davom etsa, o'zi avtomatik sistema o'zi chopib oladi. Xuddi shunaqa. O'rniga yaxshisi keladi zato. Shunaqa. Kutib yashamaysiz uni yaxshi bo'lib ketar, yaxshi bo'lib ketmaydi. Xo'p, yaxshi. Bu mana shu filial haqida bitta tushuntirib bering. Joylashuv qaysi joyda nima joylashgan, joylashuvda o'zi nimalarga e'tibor berish kerak bu sohada. Xo'p, maqsadlar joylashuv bo'lsa, mijozlarga qulay bo'lish uchun tanlagani ko'rishga joylashuv qilishda mijozlarga qulay bo'lishi muhimmi yoki savdoga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi joylashuvni? Albatta, o'sha ko'zga tushadigan ko'zi darajasidagi bo'lgan joy alohida. Biz birinchi o'rinda savdoga qaratishimiz kerak. Lekin biznesmen sifatida. Ha, biznes sifatida ikkalasini teng olib borish kerak. Mijozlarga ham qulay bo'lish kerak, bizlar savdomiz oshishi kerak. To'g'ri. Demak, joylashishni to'g'ri qilish savdoni oshishiga ta'sir qiladi. Albatta. Xo'p, aynan mana shunda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi narsani ichkariroqqa joylash kerak? Qaysi narsani tashqariroqqa joylash kerak? Bunda qanaqadir bir tartib bormi sizlarda? Misol uchun, SKU tovarlar bor. SKU degani o'sha eng tez ketadigan, eng haligi hadovoy tovarlar bor. Ular ma'lum qismini boshroqqa, ma'lum qismini orqaroqqa qo'yiladi. Nimaga o'sha qidirib borganda yo'lda ko'z tushsin boshqa narsalarga, olishga bir ishtiyoq paydo bo'lsin. Qo'shimcha mahsulot qo'shib olishi mumkin. U sirda chekkimiz oshadi shu. Chek oshirsa bo'ladi. Oshirsa bo'ladi. Endi hozir 8ga rejalashtiryapmiz. Mijozlarga yana ham qulay bo'lish uchun hozirgi zamonda mijoz ishlatib ko'rish kerak bo'lyapti. Hozir etap ketyapti shu dilerlar bilan gaplashgan holatda, zavodlar bilan gaplashgan holatda. Bularni dekompozitsiya qilish masalasi. Ya'ni o'sha har bitta mahsulotni maydalab, qanaqa motori bor, ishlash prinsipi qanaqa, uni mijoz o'zi ko'rib farqini bila olsa, qanchalik qimmatli narsani qanchalik arzonga olayotganini his qila oladi. Bo'yicha ketyapsiz hozir. Zo'r. Xo'p, demak, nasiya savdo borasizlarda? Bor. Hozir necha foiz savdo nasiyadan bo'ladi? Hozir 50% bo'lyapti. 50% nasiya, 50% naqd. O'zi normasi qanaqa bu sohada? Boshida 30-70 bo'lgan. 70% nasiya bo'lganmi? 70% naqd. 70% nasiya bo'lgan, 70% naqd bo'lgan. Endi hozir 50 bo'ldi. U nima deydi? Banklar ko'paygani, qulaylik oshirilgani hisobiga. Nasiyada bu biznesda foyda yaxshimi yoki ko'ringanda yaxshi-yu, lekin ma'lum bir vaqtdan keyin aslida minusmi bu? Qanaqa qaraysiz? Nasiya formatida bu sohada savdo qilish plyusga ishlaydimi yoki minusga ishlaydimi? Asli o'zimiz nasiyaga qarshimiz. Lekin bizga platformalar, banklar orqali bo'lgani uchun bizda undirish muammosi bo'lmagani uchun bizga farqi yo'q aslida. O'zingizlar yoningizlardan bermaysizlar? Yo'q, biz o'zimizdan nasiya beramiz hisobiga. O'sha islomiy fatvosi bor kompaniyalar bilan hamkorlikda Alif yoki boshqa. Xuddi shunaqa, biz xuddi ikkalasi ham naqdga o'xshaydi. Demak, sizga umuman olganda naqd. Asli hammasi bizga naqd hisoblanadi, chunki 100% pulimizni bir oy ichida tushirib olamiz. Demak, ba'zi biznesmenlar o'zlari nasiyaga berishadi. Variantga pasportini olib qolib nimadirlar. Bunga qarshisiz, to'g'rimi? Yoki qanaqadir ma'noda bu holatda ishlashda undirishda muammolar bo'lish, mijoz bilan haligi konfliktlar kelib chiqish ko'p holat bo'lgani uchun ehtimol u boshqa sohada. Ba'zilar o'zi nasiyaga beradi, yozuv chizuvlarini qiladi, boshqa qiladi, pasportini olib qoladi, lekin orqasidan quvlab yurganiga arzimaydi. Xuddi shunaqa. U mijoz yomon ko'rib qoladida. Undan ko'ra nasiya kompaniyalari bilan ishlagan yaxshi, joiz bo'lgan, halol bo'lgan nasiya kompaniyalari bilan. Xo'p, yaxshi, biznes sifatida o'zingiz nasiyaga bermaysiz, demak, naqdga qilasiz. Hop, umuman olganda naqddagi gap bu. Xuddi shunaqa. Demak, siz zararda emassiz, plyusdasiz. Bizda umid pullar bo'lishi qiyin. Zo'r. Endi xalq sifatida bitta nima qilaylik. Menda to'g'risi nasiya masalasi xalqni ezib qo'yapti deb o'ylayman-da. Ya'ni mana hozir qancha mana shu bitoy texnika bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, nasiyaga o'rgatib tashlayapti. Paypog'ini ham nasiyaga oladigan bo'lib ketyapti odamlar. To'g'ri. Bunga bo'lsa men o'ylayman, mana shu soha biznesmenlari sabab bo'lyaptimikan deb o'ylayman. Ya'ni odamlar nasiyaga qiziqtirib tashlashyapti. Qanchalik bu xalq sifatida yoki oddiy odam sifatida nasiyaga olish to'g'ri? Masalan, 100 so'mlik narsani 200 so'mga yoki 150 so'mga olishga to'g'ri keladi. Asli bu ilmga bog'liq ekan. O'sha
biz o'zimizni qarindoshlar jigarlar nasiya olganda rosa xursand bo'lishgan. Nimaga? Sababi 5 millionlik xolodilnikni bekorga olib ketib oyiga 500 mingdan 400 mingdan to'lashga qiynalmayman degan holatda. Lekin 8 million to'laydi. Ha, to'g'ri. Yaxshi tomonida endi ilm oshib boryapti insonlarda ham, mijozlarda ham 8 ga biz ilmni oshiramiz. Chunki bizda aytamiz, mana shu narsa 800 ming bo'lsa, naqd to'lasangiz sizga 700 mingga beramiz. 10%, 20% bo'ladi naqd olganingizdan keyin. deb o'zimiz bayda reklama qilishadi, taklif berishadi. Endi ko'pchilik o'sha hisob-kitob noto'g'ri olib borish, pulni yig'ish ko'pchilik o'rganguncha mana shu etapda turyapmiz o'ylayman. Orzu havasga xuddi shu olib qo'yishyapti. Mana iPhone olishadi, o'zi 1000 dollarlik iPhone necha pulga oladi masalan? 2000 ga oladimi shuni? O'shaqa 1000 dollar bo'lsa 1,5 mingdan o'tadi. 1,5 mingga oladi. Kamida 50% mas bilan oladi. Prosta orzu havasga berilib olib qo'yadi. Katta ehtimol bilan o'ziga zararda, miyasi o'sha bilan band bo'lib qoladi, keyin boshqa ishlarda yaxshi qila olmay qoladi. Va men shu ketishda agar ketsa, jamiyat juda katta bir bilmayman, manfaatsiz odamlarni ko'paytirishiga sabab bo'lib qoladi deb o'ylayman. Qanaqadir davlat miqyosidami bu nasiyaga chegara qo'yish kerakmi? Shunaqa deb o'ylayman. Men o'zim shaxsiy kasbini yaxshi qila olmay qoladi odam, qarzga botgan odam. Hatto xodimlarimiz ichida, top komandamizda qarzi bor yoki krediti bor bo'lsa, umuman ishlamayman degan xulosani qilib qo'ydim. Ya'ni komandamiz ichida krediti bor yoki qarzi borlar bilan lutchi ishlamayman, meni kompaniyamda ishlamay qo'yaversin. Men sharoit qilib beraman zo'r qarzsiz, kreditsiz yashashga, inshaalloh men komandamni mas'ulman, lekin miyasi o'zi shunga ko'nikib qolgan bo'lsa, qarz olib yashashga. Lutchi men u inson bilan ishlamayman, chunki manfaat topmadim qarzdor insonlardan. Shuning uchun demoqchiman, xalq nimaga aytyapman, kasbda ham manfaat bermayapti-da. Eng oddiy ishchi bo'lib qolyapti biz xalq. Eng oddiy ishchi bo'lib qolyapti. Mana shu miyasi nasiya, qarz bilan zayn bo'lib qolganligi uchun. To'g'ri. Shunaqa. Xo'p, umuman olganda, qani bu yoqda televizorlar sotilyapti. Tepada bolalar o'yinchoqlari yoki narsalari, bu tomonda santexnika ekan. Xo'p, bu yerda o'zi normami santexnika tovarlari ham sotilishi bu sohada? Albatta, hozir yangi odam bu yoqqa chiqib tovar olish ehtimoli bo'ladimi? Yangi oilalar qurganda albatta mana mashinikadan tashqari santexnika mahsulotlar kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz ham sekin-sekin bularni ham yangi qo'shib kengaytirishga davom etyapmiz-da. Zo'r. Xo'p, hozir har bitta filialingiz o'zini oqlayaptimi? Ha, hozir oqlayapti. Oqlayapti. Hop. Kelajakdagi planlar qanaqa? Strategiya. Men o'zim yozib chiqqan strategiyamda 2030-yilga kamida 30 ta filialim bo'lishi va undan ham zaruri o'sha 30 ta filialda chiroyli sistema qurish tizim orqali 30 ta filial qilishingiz uchun sizga nima muhim? Nima muhim? Birinchi o'rinda raqiblarimiz bilan teppa-teng raqobat qila olish, ya'ni o'sha narx tomondanmi yoki siz 30 ta filial qilishga qarab ketyapsiz, lekin kimdir 300 ta filial, 500 ta filial qilishga pul tikayotganlar borda. Bu soha sekin-sekin qiyinlashib ketmasmikin? Yoki bo'lmasa shunaqa katta pul tikib kirib kelishyapti, o'sha onlaynga o'tib ketyapti. Prosta tranzaksiyalarda o'zidan foyda qilish uchungina katta pul tikib olishyapti deb bitoy texnikalardan o'sha marja kamayib ketayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Nima uchun 2030 gacha umringizni bunga sarflab tashlayapsiz? Boshqa zapas nimadirlar qilmadingizmi? Katta ehtimol bilan o'sha Yevropa davlatlarida bunaqa savdo markazlari, boshqalar arendaga berilyapti, prosta sklad bo'lib qolyapti. Onlayn magazinlarda sklad bo'lib qolyapti. Showroom, sklad bo'lib qolyapti. Onlayn magazinlarda sklad. Eng sentrdagi savdo markazlari shunaqa sklad bo'lib qolyapti. Shu narsalarni bir kelajagini o'ylab ko'rmadingizmi? U haqida ham o'ylab ko'rganman, lekin biz boshida o'sha etapga o'tib ketadi degan taxmin qilib, ozgina pauza qilgandik. Bu pauza qilmaganimiz sababi hozir nima desa bo'ladi? O'sha etapga o'tguncha maksimum foydalanib olish va bizda bu ish qilishga hozir birinchi o'rinda mablag' kerak bo'ladi. Mablag'ni joyiga qo'yish va o'zimiz ilmimizni oshirib olish. Hop, bu bilan teppa-teng tizim qilganingizdan keyin o'sha ichar hamma sistemani o'rganib olganingizdan keyin yoki bo'lmasa mana hozir siz o'zingizni kuchingiz bilan 30 ta filial qilmoqchisiz, to'g'rimi? Kattaroq urovingga chiqish uchun sherik yoki investor kerak yoki litso kerak qanaqadir katta. Nimaga siz shunga harakat qilmayapsiz? Masalan, ishonch
kattaroq orqada yaxshi baquvvat investorlari bor, tanishlari bor degan narsa borda, lekin ishonchni ochganlar katta ehtimol bilan o'zi sizga o'xshagan, bizga o'xshagan biznesmen. Lekin networking qilgan, borib tanishuv qilgan yoki eskidan tanigan insonlar bilan hamkorlik qilgan, shunaqa narsalar qilib tezroq kuchaytirsa bo'lmaydimi? 2030 gacha necha yil bor, hali 5 yil. Balkim 5 yil vaqt bor. Endi to'g'risini aytishga bunga mukammal ilm kerak. Mana hozir bizda ham bayram qiyinchiliklar bo'lyapti. Kamchiliklar bor. O'sha kamchiliklarni to'g'irlab olganingizdan keyin investor oldiga ham qo'rqmay borishingiz kerak, chunki javob berishingiz kerak so'zlaringizga. Aynan nima, mana aniq chotki qayerda kamchilik bor, o'shani to'g'rilang, tezroq investorga boring bo'lmasa. Men даже adashmasam imkon, ishonchlar o'zi уже nasiya biznesiga ham kirishyapti, adashmasam. O'zi bankka aylanyapti. Nimaga kelajakda yashab qolish yo'lini qilib ketishyapti deb o'ylayman-da. To'g'ri. Yashab qolish yo'lini yoki o'sha klientskiy bazani yig'ib ketishyapti deb o'ylayman. Ya'ni bu modelda уже yaqinda o'ladi deb o'ylayman-da men. Ya'ni o'ladi deganda 5 yildir, 8 yildir, 10 yildir, lekin hozirdan 2030-yilgacha nimani o'ylasangiz o'sha bo'lar ekan-da. Mana hozir kelayotganda bitta taksist bilan gaplashdim. Hozir bolalar komandaga aytib berib turdim, komandangizga. Taksist yosh sizdan yoki bizdan sal kattaroq, yoshroq inson, lekin pensiyada ekan. Bildimki, военный. Harbiy ekan. Demak, nimaga harbiy sohasiga qiziqqansiz? Bu vatanga bo'lgan sevgidan yoki bo'lmasa shu kasbni yoshligingizdan yaxshi ko'rganingizdanmi desam, yo'q. Pensiyasi yaxshi deydi. Tasavvur qiling, yoshligida pensiyasi yaxshi deb, yosh inson pensiyaga kirish paytida men 6 million pensiya olaman deb harbiy sohasiga kirgan. U demak, o'sha niyatiga yetdi, 6 million pensiya olyapti va qo'shimcha kira qilyapti hozir. Nima niyat qilsa o'shanga yetyapti. Ya'ni siz 2030-yilda 30 ta filialim bo'ladi desangiz ham o'shanga yetasiz. Kattaroq ideyani qilsangiz ham o'shanga yetasiz. Inshaalloh. Shuni kattaroq qilish kerak emas, deyman-da. 2030 bu 5 yil. O'sha hozirgi yoshingizdan qaraydigan bo'lsak, eng effektivniy paytingizni yakunlari bo'lib qoladi-da. To'g'ri. Shuning uchun kattaroq narsa 30 ta emas. Inshaalloh 100 ta, 200 ta qilishni nima qilish kerak? Filial nuqtai nazardan. Keyin уже IT formatiga o'tib olish kerak tezroq. Avtomatlashtirib o'sha IT yoki kelajagiga o'tib olish kerak edi tezroq. Bu model katta ehtimol bilan o'ladi. 5-10 yildan keyin. Hozir ham agar yaxshilab hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, tannarxingizni, shu marketing fondlarini agar to'g'ri shakllantirib qarasangiz, keyin balki o'sha ko'rib chiqish kerak bo'lgan signallar bordir. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, sistemada hali kamchiligimiz bor deyapsiz. Sistemada kamchilik tugamaydi. Xo'p, hozir kengayishingizga yoki investor olishingizga yoki sherik olishingizga nima to'sqinlik qilyapti? Aniq, bu sistema, bu umumiy gap. Masalan, boshqaruv sistemasimi, hisob-kitob sistemasimi, avtomatizatsiyami, shuni tezlashtirib turib tezroq olish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Chet elga ko'p chiqib boryapsiz. Chiqish kerak. Komfort zonaga tushib qoldingizmi deganda. Agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, biznesni sistemalashtirish, sotuvni oshirish, marketing, nasiya savdosi, sherikchilik kabi ilmlarni o'rganish siz uchun muhimligini tushunib yetdingiz. Agar mana shu bilimlarni eng puxta shaklda va eng kuchli instrumentlar bilan o'rgatadigan kurs qaysi deb aytadigan bo'lsangiz, men Codex Coaching kursi deb ayta olaman. Kursimizda yuzlab tadbirkorlar bilan tanishish bilan birgalikda yana marketingni sodda instrumentlari va shu orqali savdoni bir necha baravarga oshirish, brendni tez tanitish, moliyani xavfsiz holatda yuritish, shunchaki xo'ja ko'rsinga emas, aniq, xavfsiz va rivojlantiradigan moliya sistemasini qurish. Boshqaruv sistemasi, ishga olish, xodimlarni qoidalar asosida boshqarish, biznesni qadamma-qadam sistemaga solish, shartnoma qilish va to'g'ri KPI qo'yish ilmlari ham Codex Coaching kursida jamlangan. Kursimiz Qirg'izistonda, O'zbekistonning Andijon shahrida va Toshkent shaharlarida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Kursda qatnashish o'zini oqlamasa, savdoyingiz oshmasa va biznesingiz sistemaga tushmasa, pullaringiz 100% qaytariladi. Hoziroq pastdagi opisaniyadagi silka orqali ro'yxatdan o'ting yoki QR kod orqali ro'yxatdan o'ting. Bu biznesda 6 ta filialingiz joy-joyida ishlayotganligini, ya'ni foydadaligini siz qayerdan bilyapsiz? Nima hisobiga aytyapsiz? Sklad hisob-kitobini ko'rib aytyapsizmi yoki savdo hisob-kitobinimi, tannarx hisob-kitobinimi, nimani ko'rib aytyapsiz? Ko'pchilik, ayniqsa men savdo sohasidagilar 5 ta, 10 ta filiali bor yoki bir nechta bitta do'kon katta ob'yomida ishlaydigan filiali bor. Savdo yaxshi deydi, pul tushyapti oyiga $100,000, $500,000 savdo qilyapmiz deydi.
lekin hisob kitob qilishni bilmaydi. 1 yilda bir hali zakot beradigan paytda hisob kitob qilsa, biz bu yil minusga ishlayapmiz deydi. Bizda dashbord degan bilmaganligi uchun birinchidan ishlatib ham qo'yadi. Qancha ishlatishga ham chegara yo'q. Ikkinchidan foydadaman deb o'ylaydi. Savdo yaxshi bo'lyapti-yu deydi. Taxminan mana 20% foyda qo'yapman u deydi yoki bo'lmasa 50% foyda qo'yapman u. Shuning uchun yaxshi bo'lyapti deydi. Va ko'pchilik mana shunaqa dehqoncha hisoblaydi. Aslida unaqa bo'lish kerak emas. Skladda qancha aylanyapti tovar. Siz endi sohangizda katta ehtimol bilan birinchi sklad. Tovarim turib qolmayaptimi? U turgan sari narxini o'zini o'zi oshirib bormayaptimi? Narxim qancha chiqyapti? Marketingga qancha sarflayapman? O'zini oqlayaptimi degan masalalarda. Siz qanaqa hisoblaysiz aynan foydada deganda? Hammasi foizlarda hisoblaymiz. O'rtacha deylik o'tgan oyda 16% foyda bo'lgan bo'lsa, tushumingizga nisbatan 16% sof foyda bo'lganmi shunda? 7% atrofida xarajatlar bor. Demak, har oy mana shunga qaraysiz. Zo'r. Qaramasdan turib foydadaman deyish mumkin emas. Mana kuzatuvchilar ichida ham balki ko'rayotganlar bor. Shunchaki tushumga qarab, shunchaki mana 100 so'mga oldim gaz plitani 150 so'mga sotdim. Mana men endi foydadaman-da baribir 100 ming dollar savdo qildim-u deb o'ylash kerak emas. Hisob kitob unaqa bo'lmaydi. Buni hisob kitobi aniq yozma shaklda, hattoki moliya shunaqa bo'lishi kerakki, biznes egasiga beriladigan pullarning ham chegarasi bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan sizda bu narsa bo'lishi kerak. Shunchaki olib ketavermasangiz kerak biznesdan. Yo'q. Chesni ayting. So'rasam bo'laveradi. So'rasangiz. Menga pul yozib qo'yasizlar deb olalarmi azxonaga yoki moliyachi kim o'zi? Ha. Unaqa bo'lmaydi. Chegaralar bormi? Biznes egasiga berish kerak bo'lgan chegara ham bo'lishi kerak. Chegara ham bo'ladi ba'zida. Ba'zidami? Umuman chegara qo'yib qo'yganmiz, kassalar hech qachon olib ketilmaydi. Sirazi menga o'zib qo'yasan degan uni holatlar bo'lmagan. Hamma kassani kechqurun yig'ishtirilganda, pullarga topshirilganda, uyda hisob kitob. uyda hisob hech qachon kassalar olib ketilmaydi. Prosta olib ketilmaganda. Hammasi xarajatda o'tiradi. Arendaga qancha ketdi, shaxsiy xarajat qancha ketdi, obedga, svetga, gazga. Hamma narsa o'z o'rnida yuradi. Zo'r. Agar shunaqa bo'lsa zo'r, bo'lmasa o'zi eng biznesning dushmani biznes egasi bo'ladi. To'g'ri. Biznesning dushmani biznes egasi bo'ladi, chunki hali tuxum tug'ishga kutib o'tirmaydi-da, tovuqni o'zini yeb qo'yadi. Tuxumini olib yoki mana sigirni sutini sog'ishga erinadi-da, sigirni o'zini bo'lib yeb qo'yadi. Shunaqa biznesmenlar ko'pincha uzoqqa bormaydi. Biznesni shu tovuqni yeb qo'yish kerak emas. Men tanigan ko'p biznesmenlar menga yozib qo'ying deb olaveradi. Yoki bo'lmasa shunday kassadan o'zi olaveradi. Ba'zilari endi dehqonchalari va shu o'zi o'tiradi kassada. Xullas kalom aslida unaqa bo'lishi kerak emas. Masalan, men o'zimning loyihalarimda menga berilishi kerak bo'lgan chegara bor. Undan oshchasini bersa, moliyachilarning KPI kamayib ketadi. Bermaydi. Men ham so'rashga xijolat bo'laman. Juda zarurat bo'lsa, qarzga deb olgan joylarim bor. Qarzga sirasi qaytarib qo'yganman. Shunaqa holatlar bor. Buni qilmasangiz agar biznes o'smaydi va bu holatga olib kelish uchun ham fondlarni tezroq shakllantirib, chegaralarni qo'yib qo'yish kerak edi. Xo'p, zo'r. Hozir HR bor, to'g'rimi? Ishga olish sistemasi bor. Xodimlarni saralab ishga olinadi. Hammani ham ishga ololmaysiz. Ishga olishda nimalarga e'tibor beriladi sizda? Filtr qo'yilgan, o'zi birinchi anketa bu yerda o'zi filtrdan o'tish boshlaydi. Keyin hozir o'sha Zar akademiyasi degan akademiya ochganmiz o'zimiz ichki akademiya. Zo'r. Qizim shug'ullanadi bu bilan. Xodimlarga o'sha filtrdan o'tgandan keyin qadriyatlar aniqlab olinadi boshida va keyin kerakli ma'lumotlar reja asosida o'tib boriladi. Alohida dasturxon qilganmiz, o'sha joyda xodimlar o'qitib boriladi. Zo'r. Xodimlarni o'qitish, keyin filtrlab, imtihondan o'tkazib, menimcha ishga olinsa kerak. Zo'r. Bu ishga olish sistemasi, sotuv sistemasida nimalarga e'tibor berish kerak aynan bu sohada? Endi o'zingiz sohangizdan kelib chiqib, sotuvni yaxshilash uchun mana hamma filial foydada bo'lishi zo'r, Allohga shukr. Shukr qilish kerak. Nimalarga e'tibor berasizki, sotuv yomon emas? Sotuvda birinchi o'rinda skriptlarni to'g'ri foydalanish. Skript deganda klient keldi, kutib olib, salom berib, narx aytishdan tortib, qimmat desa nima deyish kerak, hamma narsa yozib qo'yilgan shunda. Bu zo'r. Demak, agar shu narsa bo'lsa, klient keldi, nima deb gaplashishni biladi sotuvchi, qimmat desa nima deyishni biladi, esankirab qolmaydi va
klient ekspert sifatida ko'radi va sotib olish ehtimoli oshadi. Hop, bu bir skript. Yana nimalarga e'tibor berish kerak? Sotuv yaxshi bo'lishi uchun. Upakovka, ya'ni o'sha tashqi ko'rinishda Ha, brend har bitta xodimni chiroyli bijiklari, kiyinish, chiroyli kiyinishlari, xodimni upakovkasi, servis bo'lsa kerak. servis albatta birinchi o'rinda, И KPI. KPI. Xodimda sotishga qiziqish bo'ladi. Ba'zilar shunchaki fiksirованный man ishlaganingga bir oyingga shuncha deydi va xodimda ichidan chiqib sotish bo'lmaydi. Demak, KPI bo'lsa katta ehtimol bilan o'zida qiziqish bo'ladi sotishga. Ko'rsatuvni shu joyiga kelganda bir qiziqarli holat bo'lyapti. Havas qilsa arziydigan holat. Mana Azizxonak ham ishxonalariga mana shunday uyda yotgan joylardan ozgina mazalari yo'q ekan biz chaqirib oldik. Ishxonalariga kamdan kam keladilar. O'zi safarga menimcha bir oyda 2-3 marta chiqib boryapsiz. Shu kelganlari bahona komandasidagi shogirdlari, ya'ni top menejerlari, jamoa a'zolari sovg'a tayyorlab qo'yishgan ekan. Nima evazigaligini bilmadim. Abdulaziz aka keling. Asad aka, avvalo bu to'g'ri aytdilar, bu tomon o'zimiz tomonimizdan ham. Lekin hozirgi kunda hozir bu shunaqa narsa bo'ldiki, Artel kompaniyasi tomonidan, ya'ni Barakali Oltin kuz nimasi loyihasida siz samarali ishtirok etibsiz va aksiya g'olibiga aylanibsiz. Akbarov Azizbek. Bu Artel tomonidan. Bu Artel tomonidan. Yaxshi savdo qilib berayotgan. Yaxshi savdo qilingani va Artel mahsulotlari bizda zarba-zarda yaxshi ketayotgani munosabati bilan bizga mana shunday sovg'alarni jo'natishdi. Tabriklaymiz. Berib qo'ysangiz. Artel nomidan shaxsan men topshiryapman. Malades. Sizni kelishingiz to'g'ri keldi-da. Qarang, yaxshi barakalla. Bitta oldinroq 12 bo'ladi. 12 soat. hafta bo'ladi. Zo'r, malades. Shuncha mana savdo qilsangiz u yerda sovg'alari ham bo'lsa, mazza. Zo'r. Yilda eng yaxshi nimalarni ham oluvdiz-a, adashmasam. Respublika bo'yicha 2-o'rin olganda o'tgan yil. Zo'r. Xayrli bo'lsin, xursandmiz. Men jamoa tomonidanmikin deyapman. Ha, tushunmadim hozir. Yo'q. Zo'r, xayrli bo'lsin. Qani? Davom etaveramiz-a uni? Jamoani o'zi hissasi bor-da, baribir unda. Ketyapti. Baribir jamoani hissasi bor. Shu jamoangiz yaxshi ishlayotganligi uchun o'zingiz mana baribir ishga kam aralashgan taqdiringizda ham bo'lyaptimi? Demak, jamoani mehnati bu aslida. Albatta mana shu yigitlarimizni mehnat orqali kelyapti hammasi. To'g'ri. Alloh rozi bo'lsin. Biz faqat ko'rsatuvchi xolos. Lekin mana hurmat, odob, mana sizni boshchiligingizda bo'lganligi, sizni ustozligingizda bo'lganligi uchun hurmat qilib sizga topshirishdi. Alloh rozi bo'lsin. Komandangiz yaxshi tarbiya qilgansiz. Baraka toping. Xo'p, shu yerda gaplashamizmi? Azizxon akamni ko'p qiynamasligimiz kerak. 10-15 minut nima qilib. O'zi eng kengashda doim qatnashib nima qilib turasiz. Bu safar menimcha dam olasiz shekilli. Sig'ish kerak. Biroz kechga yaqinga yaxshi bo'lsa, borib mumkin. Zo'r. Biznesda sistema o'rnatgandan keyin yana nimalar o'zgarish bo'ldi va oldin qanaqa edi? Tasavvur qilib, eslab bir gapirishga harakat qiling, bir samimiy, kamerani unutib qo'ygandek bo'lib. Oldin sistema yo'q paytida qanaqa edi? Mana katta ehtimol bilan aqlli bo'lgan jamoa yo'q edi, katta ehtimol bilan. Shunga o'xshash. Va o'sha sizni qanaqa og'riqlaringiz bo'lardi? O'zingiz bormasangiz ishlamasmidi yoki boshqamidi? Hop, sistema qilmasdan oldin biz ko'proq o'sha yaxshi sotuv qilmasa ko'p so'kishlar bo'lardi. Yaxshi sotuv qilolmayapsan, eplolmayapsan dedi. Uni qanaqa qilib sotuvni oshirishni yo'lini bilmaganmiz-da. Undan tashqari hamma narsa o'zimizga bog'liq. Mijozlar bizni kutadi, bizni taniydi. Biz bo'lmasak biz xarid qilmaydi, egasiga sendirdi. Undan tashqari halovat masalasi ham. O'sha ishxonaga kelsangiz ish bor, kelmasangiz ish yo'q. Lekin tizimlashtirib, xodimlarni o'qitib, KPI to'g'ri qo'yilgandan keyin o'zi mijoz kelsa, sotuvchilar o'zi talashadi. Nimaga? Sababi unga oylik kerak. 3 million oylik olsa ham shu umr o'tadi, 5 million olsa ham shu umr o'tadi, 6 million olsa ham shu umr o'tadi. Va keyin yana bitta narsa, men boshida top menejerda pulga qizg'anganman. Qarasam, o'zi 3-4 top menejerga 40 million, 50 million pul ketib qoladi deganman. Undan ko'ra o'sha ishni o'zim qilsam, o'sha 50 million pul o'zim qoladi o'ylaganman. Newspechniy biznesmenlar shunaqa bo'ladi menimcha. Xuddi shunaqa. Keyin o'zgartirgansiz. Do deydi-ku, o'sha oldin shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha buni
ilmini olgandan keyin o'qiganimizdan keyin o'sha insonni o'qiganimizdan keyin uni biznes planni yana qaytarib uni ko'rib chiqqandan keyin chunki baribir bitta o'qiganda odam esda qolmas ekan uni qaytarib ko'rib turish kerak ekan o'sha kerakli mutaxassislarga kerakli joyga qo'yib o'shalarni to'g'ri rag'batlantirgandan keyin qazonmaydigan bo'lib qoldingizmi? Ha, ular ham chunki qancha ko'p qilarkan berasiz, qancha shuncha ko'p kelaveradi. Bildi. Komandaga ayamasdan bersangiz, o'zingizga keladi yana ham ko'proq bo'lib. Yana nimalar o'zgardi? Va ham savdo oshdi, ham o'zimizda boshqa ish qilishga ham vaqtimiz bo'ldi. Bemalol strategiya qilishga, raqobatchilar o'rganishga, boshqa oila bilan birga bo'lishga bemalol vaqtimiz yetadigan bo'ldi. Sayohatga bir yilda necha marta chiqyapsiz? Ko'payib ketdi hozir. Bir oyda уже ikkinchi marta bo'lib ketib qoldi. Zo'r. Xo'p, yana qanaqa og'riqlar bo'lardi? Savdo nuqtai nazaridan. Savdo kam bo'lishi yoki o'sha noto'g'ri kelib qolganimizda sotuvchilar boshida yaxshilardi. Bir oy, 2 oydan keyin mijoz kelsa sanqara derdi. Va keyin olsa ham olmasa ham unaqali qiziqmasdi. Sababi o'sha oylik tayin oligini oladi. 2 million, 3 million oyligim bor derdi. O'sha sistemaga tushgandan keyin bizga o'xshab kasal bo'lsa ham kelib qanni ishlaydi. Даже dam olmay ba'zi bir nimalar dam olmay ishlagan kunlar ham bo'ladi. Dam olish kuni sanasi, yo bugun dam olmay qo'yay, qanni bugun planim bor. ishlaganim yaxshi. Ko'proq pul olaman degan yangi holati, u holatlar ham ko'p bo'ldi. Zo'r. Ketib qolish holatlari xodimlarning shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Albatta, birinchi o'sha og'riqdan boshlangan. Rosa o'rgangandan keyin ketib qolish. Lekin hozir uni holati yo'q. Nimaga? Sababi o'sha o'zi uchun ishlashni boshlagan. O'zi ishlashni boshlagan, shartnoma qilingan, va'dalashgan va B nuqtasini ko'rsatib qo'yilgan. Sabr qilib ishlasa B nuqtaga borish mumkinligi, kerak bo'lsa top menejer bo'lishligi, kerak bo'lsa hamkorlik qilish joyigacha olib borganmiz. Kir mashina olmoqchi bo'lsam, nimalarga e'tibor berishim kerak, bir maslahat bersangiz? Birinchi o'rinda Shu biznesda nechadir yillardan beri ishlayotgan odam sifatida. Birinchi o'rinda uyingizda sharoit qanaqa? Ba'zi qishloq sharoitlarda suv, vodoprovod suv muammo bo'ladigan bo'lsa, pol avtomat olgani yaxshi. Nimaga? Sababki avtomat kirmoshada qulaylik ko'p. Endi ijtimoiy kelib chiqishiga ham qaraladigan narsada. Agar vodoprovod suv bo'lsa, kanalizatsiyaga sharoitlari bo'lsa, o'sha daromadi yaxshi bo'lsa, avtomatlarni tavsiya qilamiz. Nimaga? Sababi avtomat kirmoshada hamma narsa avtomat holatda bo'ladi. O'zi suv ushlamaydi. Lekin chekka joylarda suv to'plab tez buzilishi shunaqa ehtimoli bormi shunda? Agar qishloq joylarda bo'lsa, bochqa qo'ymasa, suvi tindirmasdan ishlatadigan bo'lsa, o'sha sharoitlar kelib chiqqan holatda pol avtomatlari beramiz. Bunda o'zi suvi isitadi bag'da, suv quyadi bunga. O'zi bu yoqda alohida isitish kerak bo'ladi. Isitib qo'yadi va yuvgandagi quritish alohida qiladi. Narx tomonidan teng barobar arzon bo'ladi. Va o'sha uydagi sharoitga hozir mos bo'ladi. Lekin mana shu oxirgi 4-5 yil ichida ancha sharoitlar yaxshi ketyapti. O'sha past ertalab tahorat qilgan deymiz, issiq suv tayyor bo'lyapti 90% xonadonlarda. Endi qadam o'sha ko'ryapsiz, avtomat o'zi ko'payib ketdi. Avtomatga boshqa o'tib boryapmiz. Даже quritish funksiyasigacha, dazmollash, yengil dazmollash funksiyasigacha qo'shilib boryapti. Shularni tavsiya qilamiz. Shunaqa funksiyalar ham bormi? Yengil dazmollash. Yengil dazmollash funksiyalari bor. Uydagi odam soniga qaraymiz. Necha kishi yashaysizlar, uyda qancha bo'lasizlar. Shunga qarab turib 6 kilolik, 8 kilolik, 10 kilolik tavsiya qilamiz. Agar tarziga ekan. Kichkina oila bo'lsa, 2 kishi, 3 kishi bo'lgan bo'lsa, 6 kilolik yetadi. Unaqa suvni ham isrof qilmaydi. Elektr energiyani isrof qilmasligini aytib o'tamiz. Zo'r. Xo'p, mana shu sohada aynan sohangiz bo'yicha qaysi xatolarni qilgansiz? Voy, mana shuni qilmaslik kerak ekan deydigan. Aynan bitovoy texnika savdosi bo'yicha. Kengayayotganda baribir xatolar bo'ladi. Albatta. Qaysi xatolar bo'lgan sizda? Bitta, ikkita, uchta, nechta bo'lsa ham. Umuman aytganda juda ko'p xato qilganmiz. Nimaga? Sababi ilmini bilmaganmiz. Biz magazin ochib qo'ysak, hamma tovar bo'lsa, mijoz kelib olib ketaveradi. Muomala ham, servis ham yaxshi bo'lmagan. Chunki o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaganmiz. Va sekin birinchi xodim olishda xatoliklar bo'lgan. Uni o'rganmasdan o'g'ri qadriyatga egami, boshqa qadriyatga egami bilmaganmiz. Bu tizimdagi xato deylik. Sohaga tegishli xato. Misol uchun
bilmayman qanaqadir noto'g'ri tovar tanlab qo'ygansiz yoki pulingiz skladda qolib ketib qolgan shunga o'xshagan sohaga tegishli qanaqa xatolar bo'lgan? To'g'ri. Bizda adres dasturimizda ABS отчет, XYZ отчет bor. Ba'zida shu xato bo'lganki, отчетni ko'rish bilmaganmiz, отчет qilmaganmizda tovarlarni bizni To'raqo'rg'onga mos tovar olib kelib qo'yib, 1 yil 2 yilgacha turib qolgan holatlar ham bo'lgan. Endi To'raqo'rg'onga mos yoki mos emasligini qayerdan ajratib olish kerak? To'raqo'rg'onga mos emasligini misol uchun Namangan shahrida do'kon qilgan bo'lsam, ayda LG, Samsung, почти 2x qimmat televizorlar, avtomatlar bo'ladi. Shahar bo'lgani uchun yoki Toshkentda bo'lsa, odamlar bemalol ola oladi. To'liq qobiliyati yaxshi joyda ola oladi. Qaysidir rayon joylarda rayonlarda unaqa narsa rosa bo'lsa 5%, 10% tashkil qiladi. 5% mijozingiz o'sha qimmatini ola oladi. Qolgan 90%, 80% arzon hamma bop arzon oladi. Demak, bu yerga qimmat tovar olib kelib, skladda turib qolishiga sabab bo'lgan. Ha, sabab bo'lgan. Bu bitta xato. Yana qanaqa xatolar bo'lgan shunga o'xshash? Yoki qanchadir kuyib qolgan joylaringiz bo'lganmi yoki bir summaga tushib qolgan holatlar? Yo'q, yaxshi tomondan xato bo'lmagan. Kelishuv qilishda xato qilganmisiz yoki поставщикlar bilan? Biz asosan boshida Artelda ishlab kelganimiz uchun Artel o'zi bizga o'zi tizim bo'yicha ishlagan bo'lgani uchun ancha ko'zimiz ochiq bo'lgan. Arteldan tajribani yaxshi olgansiz. Tajriba olganimiz uchun men hech unaqa xatoni eslamayman. Masalan, brak mahsulot deydimi yoki garantiyasi yo'q deydimi, unaqa narsalar hech ko'rmaganmiz. Zo'r. Mana shuncha kvadrat, hozir necha kvadrat edi bu yer? Umumiy 1000 kvadratga yaqin. 1000 kvadratga yaqin joyda qilayotgan savdoni kichikroq do'konda ham qilsa bo'lmaydimi? Biz oldin kichikroq do'kondan boshlaganmiz o'zi. Shu 200 kvadrat do'konimiz bor. 70 kvadrat do'konimiz ham bor. Joy katta bo'lsa savdo yaxshi bo'ladi. Joy kattaligini yaxshi tomoni mijozlarda shunaqa narsa bor ekanki, tanlov ko'p bo'lsa va ko'p bo'lsa arzon bo'ladi. Ha, xuddi shunaqa narsa. Degan tushuncha bor. O'sha tushuncha bilan biz bilganimiz katta maydonli joylarda sharoit ham yaxshi bo'lgani uchun savdo u do'kon qaraganda 2-3 barobar katta bo'ladi. Onlaynda savdolar qanaqa? Siz qanaqa e'tibor qaratyapsiz? Onlayn o'rtacha 20% qilib turardik avval, Alifshop bilan, Iman bilan qilib turardik. Hozir uzumda ham ozgina ishlayapmiz biroz, lekin ishlab chiqarish o'tib ketib qoldi hammasi. Keyin biz mahsulotlar katta, og'ir, qo'pol bo'lgani uchun yetkazib berish masalasi, keyin marja kichkina bo'lgani uchun hozir to'xtatib qo'yganmiz. Onlaynda? Onlayn. Marketplace'lar bilan ishlagansiz. Lekin oldin ishlaganmiz. O'zingiz qilmadingiz unaqa onlayn marketplace bir narsalar? Raqobatga chidolmadik, to'g'risi. Uni o'ylab topdik, juda katta kuch, mablag' talab qilar ekan. Shuning uchun o'zimizga alohida qilganimiz yo'q. Undan shu uzum bilan ishlaganimiz yaxshiroq edi, lekin uni ham hozircha totib turibmiz. Zo'r. Esingizda bo'lsa, oldin gaplashganda bir aytgandik, agar sir bo'lsa aytmay qo'yaverasiz, sir emas bo'lsa aytsangiz ko'pchilikka foydali bo'ladi. Ko'p bitoy texnika do'konlari birlashib, yana ham bir katta kuch bo'lish uchun harakat qilyapmiz deyilgandi. Bu qanaqa model bu endi? Nima maqsad qilinadi? Ismlar aytilishi shart emas, summa aytilishi shart emas. Nima maqsad qilinadi? Endi haqiqatdan bu sir tutilgan narsa. Lekin o'zi bor narsa bu, bor model, shu butun dunyo bo'yicha ishlaydigan narsa. Masalan, taxta sohasida biz ham mana Ruskiles bilan ishlayotganda ko'ryapmiz, shu imkon qadar taxta sohasidagilarni birlashtiraylik. Bitta joydan tovar olamiz, katta ob'yemda olganimiz evaziga hozirgidan kami 20-30% arzon olamiz. To'g'ri. Degan maqsad qilyapti. Shu narsaga harakat qilindimi sizda? Ha, hozir shu bo'yicha ozgina ishlayotgan joyimiz bor. To'xtab qoldimi? Yo'q, to'xtalgani yo'q. Maqsad demak imkon qadar bitta joydan birdaniga tovar olib, bitta brend ostida bo'lishi mumkin yoki boshqadir, birlashib turib tovarni arzonroq olish. Shunda ham kuch bo'ladi. O'zi ayrilgan sari muammo bo'laveradi. Birlashsa kuch kattayaveradi. Birlashgan sari даже dunyo bozoriga chiqsa bo'ladi. To'g'ri. Bitta boshchi bo'lib, bu yerda itoat qilish kerak. Bitta aqlli, strateg inson bo'lsa, uni tan olib, biz o'zbekchilikda birlashishda muammo bor-da. To'g'ri. Bitta ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi deb turib men zo'r bo'lishim kerak. Shu birlashishning eng zo'r nimasi men tavsiya qilardim. Hamma sohada qilsa bo'ladi-da buni.
eng zo'ri birinchi itoat qilish kerak. Bitta aqlli shuni birlashtirayotgan odam bormi? Bo'ldi. Shart emas u yerda rahbar bo'lish. To'g'ri. Itoat qilib, o'shanga birlashib, ergashib, o'sha yerdagi qoidalarga amal qilish odoblari muhim bo'ladi. Ana undan keyin maqsad haqiqatda katta kuch bo'lgandan keyin butun dunyodan katta ob'yomda tovarlar olib kirsa bo'ladi. Va yana kengaytirib filiallar ochsa bo'ladi. 1+1 11 degan narsa bu zo'r ish. Taxta bo'lsin, bitovoy texnika bo'lsin, har qanday kiyim-kechak do'koni bo'lsin, imkon qadar birlashish kerak. Bitta bayroq ostida bo'lsa yana ham yaxshi. Bitta brend bo'lsa ham, maqsad bitta bo'lsa bo'ldi-yu. To'g'ri. Nu kelishib olgan holatda chiroyli qilib o'sha narsani davom ettirish kerak. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Hamma soha, mana shu qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, do'konlar, kuchlar birlashib turib katta ob'yomga chiqish kerak. Shunda yutish mumkin. Mayda-mayda juda do'konlarni ko'p katta bizneslar sindirib yuboradi. Agar birlashilsa, sindirish ehtimoli kamroq bo'ladi. Zarbazardan sovg'a bor ekan shekilli bizga. Ustoz, bu arzibas sovg'amiz bor. Shu hamma jamoamiz nomidan shu insonni o'qib kelgandan keyin so'kishlar kamaygan, xodimlar xursand bo'lgan. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilasiz. Menimcha jamoa tomonidan so'kishlar kamaygani uchun bo'lsa kerak bu sovg'a. Yo'q, yaxshi jamoangiz bor. Kelganingizda mana siz kelguningizcha ham ancha suhbatlashdik. Juda saviyali savollar berishdi. Baraka topishsin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Aslida ko'rishaylik. Baraka topinglar. Shaharimizga To'g'onga xush kelibsiz. Rahmat. Siz kelganingizda xursand bo'ldik. Sababi 2 kun oldin Asxon akam rahbarlarimiz tomonidan shunaqa inson akademiyasi kengash tomonidan tashrif bor deyishganida juda ham xursand bo'lgandik. Asosiy bizni xursand bo'ladigan tomonimiz shuki, o'zimizga kerakli bo'lgan savollarni, sizlar tomonidan beriladigan maslahatlarni olish maqsadida xursand bo'ldik. Avvalo bizga berayotgan ilmlaringiz, bilimlaringizdan rozi bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolisa sizni kuzatishda davom etamiz. Mana siz orqali Azizxon akam Akbarov ham haqiqatan ancha o'zgarganlar. Tizimlashtirishda juda ham mukammal tizim yo'lga qo'yaptilar. Endi bunga sizlar sababchi bo'lyapsizlar. Mana shu jamoamizni shakllantirishda ham juda katta rol o'ynayapti. Ayniqsa ko'rjikchilar, ko'rjikchilar bor. Bizga bergan shu narsalarni o'rgatgan shu o'gitlarimizni biz hozir mana yoshlarimizga, yosh kadrlarimizga ham sekin-asta targ'ibotini qilib bormoqdamiz. Albatta bu sizlarning shu ishinglarni samaradorligini, qolaversa bizni ishimiz samaradorligini oshiradi degan umiddamiz. Baraka topinglar. Rahmat. Baraka topinglar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Eng qiziq joyi bitovoy texnika do'konidan hozir sovg'a olishingiz mumkin. Sovg'a beramiz, xudo xolisa. Albatta. Men tomonimdan doimgidek kodeks kitobi va sherikchilik kitobi bitta odamga bittadan hadya beriladi. Izohda yozish kerak. Sharti bittagina oddiy izohga yozib, muhokamalarga sabab bo'ladigan bir odob bilan izoh yozish tavsiya qilinadi va 10 mingtadan ortiq prosmotr bo'lgandan keyin mana shu videomizni men tomonidan demak bitta 2,5 millionlik kodeks va 1,5 millionlik kodeks. Endi bitovoy texnika Zarbazardan Azxon aka mana eng chiroyli kommentariyaga bitta polaftvart kirmoshni. O. И bitta televizor va qolgan bir 5 kishiga blender, chopper qo'y. sovg'a qilish niyatimiz bor. Qo'y, buni tizerga ham qo'yish kerak buni. Xo'p, demak 5 ta chopper, bitta televizor, Polavtomat kir mashina. Polavtomat kir mashina. Demak, maksimum yaqinlaringizga tarqatib, izohlarda yozib faol bo'lasiz. 10 mingtadan prosmotr oshgandan keyin mana sovg'alarni egasiga topshiramiz, vaucherni beramiz, olib ketasizlar. Mana biznes egasini o'zidan lavz bo'ldi. Xo'p, demak, videoni oxirigacha ko'rib, fikrlaringizni yozishingizni kutib qolamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha deymiz. Alloh xayrli qilsin, manfaatli bo'lsin. Salomat bo'ling. Azxon aka, vaqt ajratganingizga rahmat. Salomat bo'ling. Xayrga omad. Rahmat.